O'rtoqlar, qaranglar. Qanaqa qasrga keldik. Shunaqa uchastka qurib qo'yishgan ekan. Yo, mashalloh. Xudo xolasa olgan odam menimcha baraka topsa kerak. Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani, ya'ni Kuchlik fuqarolar yig'inidan Kuchlik desa ko'pchilik bilishadi, o'sha Perazga taxminan bir 200 metr keladi. Mana shu joydan mahallani ko'ryapsiz. Yo'llari asfalt qilingan. Bu yoq tomon dala bo'lib yotibdi, mana ko'ryapsiz. Kengchilik, mo'lchilik bo'lib yotgan joydan sizlarga mana shu 16 sotuvlik juda chiroyli qilib qo'ygan uchastka sotilyapti. Narxi mana shu joy yerga yozib qo'yaman. Xudo xolasa men sal ozgina hayajonlanyapman. Nima bo'ladi? Mana shu joyga yozib qo'yaman narxini. Mana shu joy, xudo xolasa. Ko'rasizmi? Hashamatli, agar bitirsangiz o'ta hashamatli bo'ladi. Qarang, yo'llari joy mahalla, hech qanaqa sunus, buzilishga tushadigan joylar emas. Endi bismillah, ichkarini sekin ko'rsatib boraman. Sizlar esa like-ni ayamasdan bosib qo'yasizlar. Chunki biz blogerlarga like bosib qo'ysangiz, qolgan videolarimiz ham boshqa insonlarga ko'rinadi. Bu algoritmni nima deydi? Yo'nalishi shunaqa. O'shancha ayamasdan, like-ni qizg'anmasdan bosaverasizlar. Masdan obuna bo'lmasdan kuzatishar ekanda. Mana shu joydan to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlardan nima katta? Xudo xolasa yaqinda 10 mingga yaqinlashyapmiz. O'sha 6 mingda obunachini ochdik. Endi bu yoq 10 mingga yetaylik endi. Shuni qo'llab padeshga qilib yuboringlar. Obuna tugmasini bosib yuboringlar. Jigarlar, mana ko'ryapsizlar holini. 16 sotuvlik joy. Xullas bu yoqdan boshlayman. Yaxshi qilib qo'yishgan ekan. Ya mashalloh. Uje svet kommunalka internetlar hamma narsasini o'tkazib qo'yilgan. Shvolar bo'lgan mana. Mana bu yoqda bitta zal desa ham bo'ladi. Mana bu yog'i sanuzelga joy tashlab ketishgan ekan. Uje hamma narsasini kirgizib qo'yishgan. Elektrlarni o'rnatib qo'yishgan uje. Stechkalar qarang, chiroyli qilib qo'yishgan. Bu tomonda ham ikkita xona ekan. Sesnalarni uyni ancha chiroyli qilib solishgan ekan. Ya'ni ko'rasiz, xom g'ish pishgan g'ish aralash qilgan sesnalarni ham chiroyli qilib qo'yishgan. Mana yana bitta xona bu yoqda. Bu yog'i yana bitta xona. Ko'ryapsiz. O'ta hashamdor qilib solishgan ekan. Mana bu yoqda yana bitta xona bor ekan. Bu ichkarida yana bitta xona ko'ryapsizlar. Mana bu yoqda yana 3 ta xona bor. Qarang. Qanaqa bo'lib turdi, ya Alloh. Buni uchastka bitirsangiz qanaqa hashamatli bo'ladi. Mana bu yoqda bitta xona. Mana bu yoqda yana bitta xona ekan. Bu yoqda ham yana bitta xonasi bor ekan. Yerda yana qizig'i basseyn ham bor ekan. Basseynga ham joy tashlab ketishgan mana. Qarang. Xudo xolasa olgan odam bu yerda bitirsa qanaqa bir saroy, qanaqa vohimali joy bo'ladi inshaalloh. Ota-ona bilan shunaqa uyda yashasangiz, duosini olib niyat qilganlar bo'lsa bitta like-da qizartirib yuborasizlar. Yana bu yerda mana bu tomondan ham o'sha traktorlar, katta mashinalar kirishga yana bitta yo'lakcha bor mana. Bu tomon mana ko'ryapsiz. Devorlarni o'rab qo'yishgan. Tomorqasi mana anchagina katta ko'ryapsiz. Devorlar o'ralgan. Xullas, yaxshi, chiroyli joy. Manzilda etiketi yana qaytadan Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani Kuchlik mahallasi. Ko'pchilik bilishadi. Neft vazir esa ko'pchilik bilishadi. Mana shu joylarda 16 sotuvlik mashhur turgan hashamatli uchastka sotilyapti. Narxini mana shu joyga yozaman. Xudo xolasa kelib mana shu joyda savdolashib baraka qilsanglar,
Sotganga ham, olganga ham Alloh barakasini bersin. Mana ko'chasi. Tashqarisi. Где-то bu ko'chadan bir 200 metr o'tgandan keyin o'sha Kuchli sentrga chiqasiz. Mana shu joy. Qo'yliq Fositiga taxminan 27-30 kilometr taxminan uzoqlikda bo'lish kerak. Aniq lokatsiyasini Telegram kanalga tashlab qo'yaman. O'sha yerdan o'tib ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan uchastka, mana shu joylar Xudo xolasa sizlarga nasib qilsin. Videoda ozgina kamchiliklar bo'lsa, nima deydi? Aybga buyurmaysizlar. Mana ozgina abitda syomka qilaman, ozgina toliqqan joyim. Endi bu ham bahona endi. To'g'ri aytsam, bu ham bahona. Endi qo'llab turishim. Shunda like deb bosib, obunani bosib qo'yinglar. Ijodni qo'llab turinglar. Sizlarni hammangizni yaxshi ko'raman. Mashxonadon, mana shunaqa uchastka hammaga nasib qilsin. Narxlari pastda, savdolashib, baraka qilib olinglar.